Assalomu alaykum parranda ishqibozlari, kanalimiz a'zolari. Do'stlar, parrandalarimiz tugadi, qolmadi. Alhamdulillah, bironta hammasi sotildi. Bu videodan olishimdan maqsad ozgina eslatma. Xudo xolasa, ertandan yangi partiyalarimiz sotuvga chiqadi. Adlerskiy servisimiz bor. Xo'rozlari faqat arzon zo'r narxda chiqaramiz xudo xolasa. Undan oldin yana bitta eslatma. Bu yoqda hozir dori tayyorlaganmiz. Do'stlar, jo'ja olishdan oldin bizga ozgina jalba kelib qolyapti bitta ikkita odamlardan. Jo'ja olishdan oldin joylaringni taxlanglar do'stlar. Joy tax bo'lmasa, jo'jalar o'limiga sabab bo'ladi. Hozir mana bu dorimiz. Dorisini ham ko'rsataman. Xo'sh. Mana dorining nomi. Mana shu doridan o'zi 100 litrga bu. Hozir men 30 litrga taxlab, polni abrobodga qilyapman patologlari bilan. Jo'jani tiqishdan oldin mana shunaqa joylarni dorilab, keyin polga oyog'ini tagiga mana bu apilka. Mana do'stlar. Apilkaning ustidan iloji bo'lsa apilka sepmagan bo'lsanglar, sepmasdan oldin buni tagidan sepish kerak. Bir qator qilib tagidan sepib, menda hozir mana shu joyim 7 ga 5 joy. Xonam 7 ga 5, uzunasi 7, eniga 5. Shu xonaga men 4 dona olib keldim. Polini o'ziga bu. Faqat polga sepiladi. Suxoy bu. Bunisi suvga qo'shiladi. Bu 100 litr suvga deyilgan. Lekin men 30 litr suvga qo'shdim. Mana shunaqa joylaringni chiroyli qilib taxlab, keyin ustidan обязательно polga apilka sepinglar. Kimdir qipiq deydi, bu taxtani maydasi. Hamma biladi, hamma joyda har xil nomlanadi u. Xuddi shunaqa polnisni abrobodkadan o'tkazib, iloji bo'lsa ohaklab hamma yoqda, buni ichiga hozir men ohaga qo'shganman. Ohaklab hamma yoqda polnisda jo'jalarni tiqishdan oldin dezinfeksiya qilib, keyin tiqinglar. Keyin jo'jalarga qancha kichkina joy bo'lib qolsa yoki sovuq joy bo'lsa, bir-birini bosib o'ldirib qo'yish ehtimoli bo'ladi. Shu uchun joyini ham temperaturasini normal qilish kerak. Kattaroq jo'jalar bo'lsa, unday ko'p temperatura kerak emas. 15-20 gradus yetadi. Normal, zo'r bo'ladi. Lekin kichkina jo'jalar bo'lsa, обязательно 30 gradusgacha ushlashinglar kerak. Shu bo'lmasa, jo'jalar o'lib qoladi. Bizda har doim jo'jalar dezinfeksiya bo'ladi. Bitlashidan muammo bo'lmaydi yoki kasalligidan muammo bo'lmaydi. Lekin olib borgandan keyin shunchaki oddiy katakka shunday tashab qo'yib, sovuq bo'lib qolib, o'lib qolsa, u bizdan bo'lmaydi do'stlar. U sizlarda ayblaring. O'shani eslatib qo'yay deb video olinyapti bu. Videodan maqsad sizlarda ham misol xohlamaymiz biza. Kimdir hamma ham pulga oladi narsani. O narsani isrof bo'lishi yaxshi emas. Shu uchun o'zlaringni pullaringni ekonom qilish uchun ham mana shunaqa joy taxlab yoki kichkina katak bo'lsa ham farqi yo'q. Kichkina joy bo'lsa ham hamma yog'i o'ralgan, chiroyli qilib. Hozir qish, yoz bo'lganda muammosi yo'q edi, lekin yoz bo'lganda ham issiqlikdan muammo bo'lmaydi, lekin mana shu dezinfeksiyani, mana shu pastiga sepiladigan apilkalarni sepish kerak. Sepmasanglar bo'lmaydi. Biz hozir endi buni apilkasi bor, bu hali undan eskirib ketmagan. O'zi ozgina bo'lgan sepganimizga, o'shaning uchun oyotmadikda ustidan polnisda dezinfeksiya qilib yuboramiz. Endi bu partiyamiz sotilgandan keyin xudo xolasa endi polnisda tagini olib, tozalab, keyin qaytadan yangi apilka to'shaymiz. Bugungi videomizda maqsad shu do'stlar. Olib borgandan keyin, jo'ja borgandan keyin sizlarga sog'lom boryapti. Borib bo'lgandan keyin bir hafta, 3 kun, 4 kun, 2 kun o'tib, jo'jalar o'lishni boshladi, kasal bo'lishni boshladi, xirillashni boshladi degan vajlar kelyapti. Hammadan emas, ayrim insonlardan kelyapti shunaqa. O'shaning uchun обязательно shunga e'tibor beringlar.
Keyin xirillashi bo'ladigan bo'lsa, xirillashiga yana bitta ertaga xudo xolasa erta yo ertadan keyin video chiqaramiz. Sizlarga jo'jalarga o'zimiz tayyorlab berayotgan dorilarimizdan ko'rsatamiz. Xirillash, pixillash, shunga o'xshagan har xil kasalliklarni arzimagan pul bilan davolash mumkin do'stlar. Kanalimizga like, podpiskani bosib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga zo'r videolarni chiqarib, arzon narxda jo'jalar chiqarib yetkazib beramiz, sog'lom jo'jalardan.